Qizlarjonlar, bugun sizlar bilan Aisha Cosmetics uzdan yangi olgan naborimni raspakovka qilamiz. Qaranglar, hamma yoqda ochilmagan holatda keldi. Asalligini qaranglar, rangini. Ochkim kelyapti qizlar. Wow, qizlar, barxitli material qaranglar. Ochamiz. 3 ta narsasi va qalami bor ekan. Birinchi o'rinda pomadalarni ko'ramiz. Buni rangini qaranglar. Voshshe, xadavoy ranglardan. Wow, qaranglar qanaqa. Mana shunaqa pomadalarni shunaqa yaxshi ko'raman, rangi yoqdi. Qaranglar buni. Ranglar bir-biridan zo'r. Повседневкаga ham, вечернийga ham mazza qilib ishlatasizlar. Bu esa lab uchun kontur. Buni qaranglar, shunaqa asal narsalari bor. Bu narxga buncha narsa idealni degani. Mana buni qaranglar, rangini. Mana bunaqa tush bor ekan. Jigarrang qoshli, kiprikli qizlar bo'ladi. O'shalar uchun jigarrang tush ham bor ekan. Bu highlighter. Kamera ko'rsatib bera olmayaptimi yo'qmi, lekin juda asal. Bu menimcha rumyana. Tenini rangini qaranglar. Ikkinchisi bu rumyana ekan. Mitidan ochsanglar, yopsanglar bo'ladi. Ya'ni yosh bolalar bo'lsa, qo'rqmasanglar ham bo'ladi. Voshshe asal. Aisha Cosmetics'dan mana shu naborni juda ham arzon narxga olsanglar bo'ladi. Bitta shuni ichida kosmetikada nima kerak bo'lsa, hammasi bor. O'ylashinglar mumkin, bunaqa arzon bo'lgandan keyin sifati yaxshi emas deb. Yo'q qizlar, sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Bundan oldingi naborni olib ishlatdim. Даже jiyanlarim sarpalariga ham olishdi. Qizlar, sarpelarga ham olsanglar bo'ladi. Dugonanglarga, yaqinlaringlarga, ayollarga juda ham chiroyli podarik. O'zinglar ham mazza qilib ishlasanglar bo'ladi. Bitta shuni olsanglar, sizlarga juda ham ko'p vaqtga bemalol yetadi. Trin duyulur havada, doya doya içime çekirem seni. Bir sesini duyayım arada sırada, bil bilsen ne kadar sevirem. Yaxshimisiz, toza bo'lasiz. Har doimgidek stillaringiz prям top. Har doimgidek sizning stillaringiz обсуждение bo'ladi. Voy, rahmat. Yig'lab ketyapti. Tushunmadim. Men krasniy darushkalar bilan ketyapmiz. Sizlar nima bilan ketyapsiz? Nima bo'lyapti? O'rtoqlar. Gullatamiz. Nima bu? Odam chiqmaydimi ichidan? Alaykum, hammaga. Xo'p, vaqtida Rossiya bir topda bo'lganlar, hozir ham lekin kiyimlari, stillari bilan topdan tushmaydigan Feruza Normatova. Sizni to'yingizni ham gapirishadi, kiyimingizni ham gapirishadi. Qanaqa immunitet bor sizda o'zi? Bilmayman, shu g'oyibdan shunaqa immunitet kelgan paytda hech kim buzolmayapti. Buzmasin. Iloyim buzmasin. Kinoga, masalan, shu kinoga sizga taklifnoma olib keldim. Faqat mashhur olishingiz kerak. Xorazmchasiga. Ana, hala, yana qanaqa so'zlari bor? Oling. Qarang, bundoq qo'yaman, qarang. Mana meni mashinamni obzor qilishyapti. Qora xolavasmi? Sadoqat yo oqmi? Qorami? Bundan yana bitta katta chiqqani bor hozir. Voy, dahshatli. Bu zo'r, odam ham mazza qilib haydayapti. Mashinamga ko'z tegib qolmasa bo'ldi deymi? Bolamni butilkasi turishini qaranglar. Haydab ko'ring xolasiz, Sadoqat. Haydab ko'ring. Zo'rlayman, вообще asallaykan. Oho, bizga ham nasib qilsin, sizlar yo'linglarni bersin. Bundan ham zo'rlarini oling. Mashinam bardak lekin ichi bor, voshshe bardak. Mana gapirma. Mana Feruza mashinasi, jonka. Voy, mashina olmoqchi bo'lgan joyimdan anaqa Bizdagi bugungi ujin kimlar davlasida. Feruzada katta yangiliklar, xudo xolisa kutinglar. Ham hayotiy, ham ish bo'yicha Sadoqat eng zo'r dietologlardan. Mana Malika opam, Janna Mo'minova, Rozalina va modellar. Davom etinglar. Nimalarni hal qilamiz. Zaytun bo'lsa, har kuni qanaqa o'yinlar
Mana bizani qanaq ovqatimizga keldi. Hamma telefon olish bilan band. Doston ham bor, doston. Ovqatimiz keldi. Hammani qo'lida asosiysi telefon. Bizni jo'mkalar bilan, hamsoyalar bilan bugun keldik. Shunday chiqin. Nezra qilib gaplashib o'tirib, qo'shiq qilmayapmiz. Qo'rqmangizlar. Faqat ish haqida. Qizajonlar, bugun sizlar bilan Aisha Cosmetics o'zidan yangi olgan naborimni raspakovka qilamiz. Qaranglar, hamma yoqda ochilmagan holatda keldi. Asalligini qaranglar, rangini. Ochkim kelyapti qizlar. Qizlar, barxtli material qaranglar. Ochamiz. 3 ta narsasi va qalami bor ekan. Birinchi o'rinda pomadalarni ko'ramiz. Buni rangini qaranglar. Voshshi, xadavoy ranglardan. Wow, qaranglar qanaqa. Mana shunaqa pomadalarni shunaqa yaxshi ko'raman. Rangi yoqdi. Ranglar bir-biridan zo'r. Повседневкаga ham, вечернийga ham mazza qilib ishlatasizlar. Bu esa lab uchun kontur. Buni qaranglar, shunaqa asal narsalari bor. Bu narxga buncha narsa idealni degani. Mana buni qaranglar, rangini. Mana bunaqa tush bor ekan. Jigarrang qoshli, kiprikli qizlar bo'ladi. O'shalar uchun jigarrang tush ham bor ekan. Bu highlighter. Kamera ko'rsatib bera olmayaptimi yo'qmi, lekin juda asal. Bu menimcha rumyana. Tenini rangini qaranglar. Ikkinchisi mana bu rumyana ekan. Mitidan ochsanglar, yopsanglar bo'ladi. Ya'ni yosh bolanglar bo'lsa, qo'rqmasanglar ham bo'ladi. Voshshi asal. Aisha Cosmetics'dan mana shu naborni juda ham arzon narxga olsanglar bo'ladi. Bitta shuni ichida kosmetikada nima kerak bo'lsa, hammasi bor. O'ylashinglar mumkin, bunaqa arzon bo'lgandan keyin sifati yaxshi emas deb. Yo'q qizlar, sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Bundan oldingi naborimni olib ishlatdim. Даже jiyanlarim sarpalariga ham olishdi. Qizlar, sarpalarga ham olsanglar bo'ladi. Dugonanglarga, yaqinlaringlarga, ayollarga juda ham chiroyli podarik. O'zinglar ham mazza qilib ishlasanglar bo'ladi. Bitta shuni olsanglar, sizlarga juda ham ko'p vaqtga bemalol yetadi. Toshkent bo'ylab sayohatimiz davom etmoqda o'rtoqlar. Biz Doston bilan Chilonzordan keyingi lokatsiyaga yo'l oldik. U lokatsiyada boshqa ma'lumot, bu lokatsiyada boshqa ma'lumot. Tilim jingalak bo'lib ketyapti o'rtoqlar. Nima qilayim men? Endi hozir kiyimni almashtirib chiqiraylik bo'lib, keyin yana ketamiz. Keyin kechga bir ikkita hamsoyalar bilan, dugonalarim bilan uchrashuvimiz bor. Jannochka bor yoqda, yana Sadoqat bor. Yana bir ikkita jo'nkalar bor. Shular bilan uchrashuvimiz bor. Birga qilib, mezza qilib, o'ynab kulib kelik. Sizlar bilan bo'lishaman, istoriyalarimda qo'yib beraman, ko'ringizlar. Biz bilan o'tirgandek bo'ngizlar deyman-da. Xudo ama nima qilyapsiz? Qop ketdik mana. Shunday boqib beg'am ekansiz, молодец. Молодец, magniy bushesi qanaqasi chekanlaydi. Hech narsaga ulgurib bo'lmayapti. Ertaga to'y bor. Xo'jayinimlar tomonidan qarindoshlar bor, Toshkentda ham yashaydigan. Shular to'y qilishyapti. Xudo xolasa, Oyijon, Adajon hammamiz Paris salonga borib, biza go'zallashib boramiz. Endi erkaklar shundoq ketaverishadi. Kuzatib turinglar, Toshkentda ham xo'jayinimlarning qarindoshlari bor. Va ertaga videolar qo'yaman to'ydan. Bugun Oyjonni olib kelishga ulgurmasam kerak. Уже soat 8 bo'ldimi? Reklamadan chiqqunimcha почти 9:30-10 bo'lib ketadi. Shu bilan qizlar bilan ko'rishaman. O'tdan chiqib borguncha kech bo'lib ketadi. Shunga ertaga borib Oyjonni olaman. Istoriyalar qo'yaman. Oyjonni sog'inganlar ko'p, yaxshi ko'radiganlar ko'p. Ko'rasizlar, hazzatamiz ertaga. Oyjonni olib
salonga olib borishim kerak, yana bitta ikkita joylarga borishimiz kerak. Xorazmcha Chevroletdan eshitasizlar ertaga mazza qilib. Haz etadigan kunimiz. Shunga kuzatib turinglar qizlar. Uzoqqa ketib qolish yo'qlik. Hech narsaga ulgurib bo'lmayapti. Ertaga to'y bor. Xo'jayinimlar tomonda qarindoshlar bor, Toshkentda ham yashaydigan. Shular to'y qilishyapti. Xudo xolasa Oyjon, Adajon hammamiz Pari salonga borib, biza go'zallashib boramiz. Endi erkaklar shundoq ketaverishadi. Kuzatib turinglar. Toshkentda ham xo'jayinimlarning qarindoshlari bor. Va ertaga videolar qo'yaman to'ydan. Bugun Oyjonni olib kelishga ulgurmasam kerak. Уже soat 8 bo'ldimi? Reklamadan chiqqunimcha почти 9:30 10 bo'lib ketadi. Shu bilan qizlar bilan ko'rishaman. O'tdan chiqib borguncha kech bo'lib ketadi. Shunga ertaga borib Oyjonni olaman. Istoriyalar qo'yaman. Oyjonni sog'inganlar ko'p, yaxshi ko'radiganlar ko'p. Ko'rasizlar. Haz etamiz ertaga. Oyjonni olib salonga olib borishim kerak, yana bitta ikkita joylarga borishimiz kerak. Xorazmcha Chevroletdan eshitasizlar ertaga mazza qilib. Haz etadigan kunimiz. Shunga kuzatib turinglar qizlar. Uzoqqa ketib qolish yo'qlik. Trin duyulur havada, doya doya içime çekirem seni. Bir sesini duyayım arada sırada, bil bil sen ne kadar sevirem. Mana meni mashinamni obzor qilishyapti. Qora xolavasmi? Sadoqat yo oqmi? Qora. Qorami? Bundan yana bitta katta chiqqani bor hozir. Voy, dahshatli. Zo'r, odamam mazza qiladi. Mashinamga ko'z tegib qolmasa bo'ldi deyman. Bolamni butilkasi turishini qaranglar. Haydab ko'ring xolasiz Sadoqat. Haydab ko'ring. Zo'rlaydi, вообще asal lekin. Oho, bizga ham nasib qilsin, sizlar yo'linglarni bersin. Bundan ham zo'rlarini oling. Mashinam bardak lekin ichi bor, vashe bardak. Mana gapirma. Mana Feruzning mashinasi, Jonka. Voy, mashina olmoqchi bo'lgan joyimdan, no, anaqa Что bo'lsa, har doimgidek stillaringiz prям top. Har doimgidek sizning stillaringiz ham sujeniya bo'ladi. Voy, rahmat. Uxlab ketishyapti. Tushunmadim. Men krasniy darushkalar bilan kelganmiz. Nima bilan kelganmiz? Nima bo'lyapti? O'rtoqlar. Biladamiz. Nima bu? Odam chiqmaydimi ichidan? Bor. Xo'p, vaqtida Rossiya bir topda bo'lganlar, hozir ham lekin kiyimlari, stillari bilan topdan tushmaydigan Feruza Normatova. Sizni to'yingizni ham gapirishadi, kiyimingizni ham gapirishadi. Qanaqa immunitet bor sizda o'zi? Bilmayman, shu g'oyibdan shunaqa immunitet kelgan paytda hech kim buzolmayapti shuni. Buzmasin. Iloyim buzmasin. Kinogamiz, o'sha kinoga sizga taklifnoma olib keldim. Faqat mashina olishingiz kerak. Xorazmchasiga nima? Ana, ha, yana qanaqa so'zlari bor? Oling. Qaramang, nima qo'yaman, qara. Bizdagi bugun ujin kimlar davrasida. Feruzada katta yangiliklar, xudo xolisa kutinglar. Ham hayotiy, ham ish bo'yicha Sadoqat eng zo'r dietologlardan. Mana Malika opam, Janna Mo'minova, Rozalina va modellar. Sizni vashi ko'rmayman, уже necha bo'lib ketdi. Davom etinglar, nimalarni xalqaro. Zaytun bo'lsa, har kuni Janafa uyida yeydi zaytun yo'q. Toshkent bo'ylab sayohatimiz davom etmoqda o'rtoqlar. Biz Doston bilan Chilonzordan keyingi lokatsiyaga yo'l oldik. U lokatsiyada boshqa ma'lumot, bu lokatsiyada boshqa ma'lumot. Tilim jingalak bo'lib ketyapti o'rtoqlar. Nima qilayim men? Endi hozir kiyimni almashtirib chiqiraylik bo'lib, keyin yana ketamiz. Keyin kechga bir ikkita hamsayalar bilan, dugonalarim bilan uchrashuvimiz bor. Jannachiqa bor yoqda, yana Sadoqat bor. Yana bir ikkita jonkalar bor. Shular bilan uchrashuvimiz bor. Birga qilib mezza
sizlar bilan bo'lishaman, istoriyalarimda qo'yib boraman, ko'ringizlar. Biz bilan o'tirganday bo'lingizlar deyman-da. Xudo amakin mag'liyat. Qop ketdik mana. Shunday boqib yig'am ekansan, malades. Malades, magniy beshist qanaqasi chekayli. Hech narsaga ulgurib bo'lmayapti. Ertaga to'y bor. Xo'jayinimlar tomonidan qarindoshlar bor, Toshkentda ham yashaydigan. Shular to'y qilishyapti. Xudo xolasa, Oyijon, Adajon hammamiz Pari salonga borib, biza go'zallashib boramiz. Endi erkaklar shundoq ketaverishadi. Kuzatib turinglar, Toshkentda ham xo'jayinimlarning qarindoshlari bor. Va ertaga videolar qo'yaman to'ydan. Bugun Oyjonni olib kelishga ulgurmasam kerak. Уже soat 8 bo'ldimi? Reklamadan chiqqunimcha почти 9:30-10 bo'lib ketadi. Shu bilan qizlar bilan ko'rishaman. O'tdan chiqib borguncha kech bo'lib ketadi. Shunga ertaga borib Oyjonni olaman. Istoriyalar qo'yaman. Oyjonni sog'inganlar ko'p, yaxshi ko'radiganlar ko'p. Ko'rasizlar, hazzatamiz ertaga. Oyjonni olib salonga olib borishim kerak, yana bitta joylarga borishimiz kerak. Xorazmcha Chevroletdan eshitasizlar ertaga mazza qilib. Hazzatadigan kunimiz. Shunga kuzatib turinglar qizlar. Uzoqqa ketib qolish yo'qlik. Hech narsaga ulgurib bo'lmayapti. Ertaga to'y bor. Xo'jayinimlar tomonidan qarindoshlar bor, Toshkentda ham yashaydigan. Shular to'y qilishyapti. Xudo xolasa, Oyijon, Adajon hammamiz Pari salonga borib, biza go'zallashib boramiz. Endi erkaklar shundoq ketaverishadi. Kuzatib turinglar, Toshkentda ham xo'jayinimlarning qarindoshlari bor. Va ertaga videolar qo'yaman to'ydan. Bugun Oyjonni olib kelishga ulgurmasam kerak. Уже soat 8 bo'ldimi? Reklamadan chiqqunimcha почти 9:30-10 bo'lib ketadi. Shu bilan qizlar bilan ko'rishaman. O'tdan chiqib borguncha kech bo'lib ketadi. Shunga ertaga borib Oyjonni olaman. Istoriyalar qo'yaman. Oyjonni sog'inganlar ko'p, yaxshi ko'radiganlar ko'p. Ko'rasizlar, hazzatamiz ertaga. Oyjonni olib salonga olib borishim kerak, yana bitta joylarga borishimiz kerak. Xorazmcha Chevroletdan eshitasizlar ertaga mazza qilib. Hazzatadigan kunimiz. Shunga kuzatib turinglar qizlar. Uzoqqa ketib qolish yo'qlik. Mana bizani qanaq ovqatimiz keldi. Mana biz olib qo'yamiz. Mana men olib qo'yibman sizni. Hamma telefon olish bilan band. Doston ham bor, doston. Ovqatimiz keldi. Hammani qo'lida asosiysi telefon. Kelinglar ovqat, kelinglar. Kelinglar. Biz jo'nkalar bilan, hamsoyalar bilan bugun keldik. Bunday qilib. Yezlaqib gaplashib turibdi. Nima yapti? Qo'rqmanglar. Faqat tashqarida خدا